Shuncha bacha yuklamanglar ko'g'i. Ha bular bilan bachasi 17 ta. Ha bular 18 ta. Qiziltepada bog'cha bolalarining hayotini xavf ostida qoldirib 18 nafar yo'lovchini Damas rusumli transport vositasida tashib kelayotgan haydovchi ko'chada janjal ko'targani ortidan bolalarning qo'rquvdan yig'lab yuborishiga sababchi bo'ldi. Qay mashina e'tibor tushiradi. Tushiring. Gap shundaki, Qiziltepa tumanidagi Vang'ozi mahalla fuqarolar yig'inida joriy yilning 21-iyul kuni shu hududda xizmat olib borayotgan huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektorlari Damas rusumli transport vositasining old o'rindig'ida 3 nafar bolalarni mindirib olgan haydovchini to'xtatishadi. Ana ishera tushiraman deyman, joyiga baqirganim yo'q. Transport vositasida haydovchidan tashqari 17 nafar bolalar va yana 1 nafar bog'cha xodimasi borligi aniqlandi. Xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunishni xohlamagan haydovchi baland ovozda baqir-chaqir qilib qochib ketmoqchi bo'ldi. Ammo bolalar transport vositasidan tushirib olindi. Haydovchiga esa yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan tegishli tartibda chora ko'rildi. Soat 4da boshqa bolalarni 17 nafar noqonuniy yuklab odam tashish qoidalariga rioya qilmasdan qoidabuzarlik sodir etgan. Bolalarni xavf ostiga qoldirdim, qaytib bu takrorlanmaydi. Shu narsadan men xulosa oldim o'zimdan. Yoqilg'imi yoki vaqtni tejash ilinjidagi ushbu kabi xususiy bog'cha haydovchilarining xulosa qilishi uchun bo'lib o'tgan voqea hodisalar yetarli bo'lmayapti shekilli. Ularning o'zlariga ortiqcha baho berishi, bolalarni bir buyumdek jazirama kunlarda ustma-ust o'tkazib olib, uylariga olib borishlari ota-onalarni ham qiziqtirmayapti afsuski. Ayrim bog'cha mudirlari esa o'z cho'ntaklari-yu uzoq yillik obro'-e'tiborlarini o'ylashdan nariga o'tishmayapti. Shu o'rinda ayrim o'zini aybsiz aybdordek tutayotgan bog'cha haydovchilari javobgarlikni o'z bo'yniga olmayotgan rahbarlarga qarata axir gap inson taqdiri haqida ketayapti degimiz keldi. Vaholanki bolalarning xavfsizligi va salomatligi masalasi siz u bizning zimmamizda. 20 tadan ziyod bola bilan kelasiz.